Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun master выключатель и kontaktor через kontaktor ulanadi. Bunda qizil faza bo'lyapti, ko'k 0 bo'lyapti. Qizil bitta gruppani отдельно qilganmiz, fazasini, nimasini. Ikkinchisini через kontaktor. Bunda fazasi keladi, ikki polusli, eng pastdagi polusga перемычка bo'lib o'tadi va выключателga keladi. A1 ga 0 keladi har doim. Ikkinchi выключатель ikkinchisini A2 dan ulanadi. Bundan chiqib ketayotgan sim, ba'zi mana bu ikkita lampochka uchun chiqib ketadi. Mana yondi. Bizda shu. Bu master выключатель. Shoshib uydan chiqib ketayotgan vaqtingizda qaysini o'chirdim, nimani o'chirdim deb o'tirmasdan bitta o'zini shunday yoniq holatida o'chirasiz, ketaverasiz. Hammasini o'chirib beradi.